Assalomu alaykum hurmatli podpischilar, aka-ukalar, opa-singillar. Bizda bo'lgan obzorimizda Tracker bir avtomashinasi. Bu mashinamiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka, kraskalari toza. Keling, salon holatlarini ko'rsatamiz. Salon holatlari juda ham ideal turibdi. Salon polni laminatsiya qilingan, 22 ming kilometr yurgan. Mashinamizga 4 ta yumshoq balonlar o'rnatilgan. 4 ta yumshoq yo'lka balonlar o'rnatilgan. Bagaj holatlarini ko'ramiz. Mashinamiz benzinda. Mashina umuman xarajati yo'q. Benzinda turibdi. Endi o'zingiz uchun propanmi, metanmi o'rnatib olasizlar. Keling bu tomondan, operator. Mashinamiz polni keramika polirovka qilingan. Bu mashina Vikupga ham, avtokreditga ham, naqdga ham, barterga ham, halol narsaga ham gaplashsak bo'ladi. Sizlarga qanaqa variantlar qulay bo'lsa, shu variantlarni qilib beraveramiz. Bizlarga bemalol bog'lanaversangiz bo'ladi. Bu mashinamizning naqd pulga narxini 11.100 AQSh dollari qilib beramiz. Marhamat, Car House Samarqand har doim xizmatingizda. Bizga bog'lanaveringlar.